Salom bolajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Uchiha FF oilasini obzor qilamiz. Ha, aytmoqchi, Uchiha FF oilasi bu bizning oxirgi obzorimiz deb belgilanadi. Bundan keyin obzorlarimiz boshqacha turda bo'ladi, ammo hozirgi paytlarda obzor qilmaymiz. Videolar ham kamdan kam chiqishligi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlang. Motivatsiyamiz zo'ra ko'tarilib ketsa. Aytgancha, sizlarga Grand Coin kerakmi? Unda mana shu reklama roligi sizlar uchun. Tomosha qiling va murojaat qiling. Juda ham arzon narxda. Ha, yana 5x aksiya ketyapti. Ulgurib qolinglar. Grand Mobile'da GC donat valyutasi kerakmi? Unda Telegram orqali murojaat qiling. Telegram havolasi video opisaniyasida yoki kommentariyasida bo'ladi. Va eng muhimi, Turon Granddan keldim desanglar, siz uchun maxsus chegirma ham qilib beradi albatta. Tezkor xizmat va qulay narxlar, hoziroq murojaat qiling. Mana bolalar, men boshqa akkauntimga ham kirib oldim va Uchiha Family Warn oilasini obzor qilishga keldim. Xo'p, oila remonti yaxshi bo'ladi. Oilada 14 kishi bor ekan. Xo'p, lider esa Cristiano Ronaldo deyishdi menga. Mana o'zlari turibdi. Ronaldo, Cristiano, yo-mayo. Avtomobillarni ko'ramiz. Avtomobili Cadillac Sedan. Yaxshi, yurishi ham zo'r. BMW Aitor elektrichkamiz ham bor ekan. Keyingi avtomobilimiz Bati. Avtomobil emas, mototsikl. Mototsikllarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p, keyingi avtomobilimiz esa bu yana BMW Aitor. Yaxshi. Rangi boshqacha ekan. Yaxshi. Xo'p, keyingi avtomobilimiz yo-mayo, Cadillac Escalade. Yaxshi. Xo'p, mashinalari yaxshi. Semiyaga o'zingizlar baho berasizlar yoki men? Albatta men o'z bahoyimni oxirrog'ida beraman. Xo'p, mashinaga minamiz, mashinani test qilib ko'ramiz. Aytmoqchi, meni skinimga ham baho berib o'tinglar bolalar. Cadillac Sedan yurishi sal sekinroq ekan. Mana shu mashinani sal loy tayyorlabdi, ya'ni tanlabdi demoqchi edim. Qolgan mashinalar yaxshi. Xo'p, yurishi bo'ladi. Juda ham ko'p uzoq ketib qolyapman. Qaytaverish yerdan. Xo'p, semiyamizning joylashuvi Yujnida. Yujnida bo'lganligi uchun ham menga juda ham yoqyapti. Ko'zingga qarab qayda mashinani. Xo'p. Bu uylar ham juda ham zo'r uylardan. Qayerda edi uy? Bu yoqda. Signal bo'lsa kirmas-kan u. Hamma obzorimda shunaqa muammo. Faqat menikida emas. Menikida uyga bemalol kiradi oilaviy mashinalar. Xo'p do'stlar, endi keyingi avtomobilimizni test drive qilib ko'ramiz. Keyingi avtomobilimiz bizda BMW Aitor elektrichkasi. Bunga baho berib o'tirishim shart emas, chunki shu hamma semiyamiz obzorida mashina bor albatta. Zo'r yuradi, mazza vashi. Juda ham tez yursa burilish qiyin bo'lib ketadi. Mana shu yerda ozroq muammo bor. Mana shu nimaga semiyalarga kirish muammosi bo'lyapti mashinada. Xo'p, bolalar, unda keyingi mashinani, Batini, mashina deb qani, mototsiklni yurishini ko'ramiz. Blin. Что-то nimadir netoda. Mayli, kстати, davom etamiz. Juda ham zo'r yuradi albatta. Kayf, nimaga oldi ko'tarilmayapti bu? Короче, sizlar inkasatorda ishlashni yaxshi ko'rsanglar, mana shu semiyadan uy olishinglarni, mana shu semiyaga qo'shilishinglarni
aytib o'tgan bo'lardim. Juda ham zo'r semya. Mazza qilasizlar takoy. Ya ana. Uy, blin. Kuchukchamiz umbaloq oshar ekan. Xo'p. Endi mana shu BMW ham bitta. Yur, haydab qo'yaylik. Onasini hamsin. Xafa bo'lib qolmasin mashina. Rangi chiroyli, chiroyli. Xo'p, yetadi. Zo'r. Mashinalar zo'r. Mazza qilasizlar bu semiyada takoy. Family versiya emas ekan. Uchiha family. Xo'p, endi bizda Cadillac Escalade avtomobilimiz qoldi. Bu ham takoy avtomobil, zo'r вообще. Mazza qilasizlar. Semiga mana shu avtomobildan to'ldirib tashlasanglar ham zo'r bo'ladi, onasini hamsin semiga. Nitro ham qo'yib qo'ydik. Zo'r. Xo'p do'stlar, obzorni ham tugatamiz mana shu do'stda. Aytmoqchi, bitta narsa esdan chiqibdi. Oilani menyusini ko'rmabmiz, seyfini, odamlarini ko'rishimiz kerak. Xo'p, seyfda hech nima yo'q ekan, afsus. Xatya va aptechka yoki bu narsa to'ldirib qo'yganda ham yaxshi ish bo'lardi. Xo'p. Oila a'zolari shu ko'rganinglardek 14 ta. Ular mana. Xo'p, Beka Prikuper deydimi, ukalarim, o'zi BMW, xullas shunaqa. Luvme harom i. Asujda-yu. Nima bunaqa? Luvme. Yo'q. Mana niki nima? Liderni Ronaldo Cristiano. Ronaldo Cristiano. Yo'q. Ronaldo Cristiano. Cristiano. Yo'q. Niki zo'ru. Mayli. Xo'p do'stlar, mana shu yerda biz obzorimizga ham yakun yasaymiz. Oila yoqqan bo'lsa bemalol qo'shilishlar mumkin, kommentariyada yozib qoldiringlar. Oilaga yana baho ham berib o'tishni unutmanglar albatta. Kanalimizga obuna bo'lib, yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada bir balola deb yozib ketsanglar ham mayli. Xo'sh. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.